Hurmatli kuzatuvchilar, bahor oyida gazimiz baland bo'lib, duv kontur katolimizdan 01 holati yoki 01 holati kuzatildi. Hozir 01 holati kuzatildi. Oziklab turibdi. Jicha oldim. Ko'p shunday holat bo'ladi. Buni sababini topdik. Ya'ni reduktor. Buni bu yerda shunday holatda o'rnatilgan, jicha noqulay holatda. Endi sizlarda qana bilmadik. Buni jicha bo'shatib berganmiz. Bo'shatib berganimizda gaz bosimi ko'pligi hisobiga kelgan gaz bu yerda avtomatik to'xtar ekan. Buni jicha bo'shatib betrog'iga olib kelib, oxirasini qatirib qo'yishimiz mumkin. Mana filtr. Qishda gazimiz pasayib ketib qolsa, filtr kerak, axlat bo'ladi trubada. Bunga kirish mumkin emas. Обязательно zarur. Gazimiz pasayib ketsa, reduktor gaz o'sib qolishi mumkin ma'lum miqdorda. Shuning uchun buni ochamiz. Ochganimizda mana cho'rnay orqali gazimiz kiradi. Aksincha gaz baland bo'lib ketsa, yana 01 holati bo'lib qoladi. Shunda gazimizni bekitib qo'yamiz. Mana buni cho'rnay o'tdi. Shu orqali bu gazni bosimini pasaytirib, me'yorli holatga, iste'mol holatiga olib kelib beradi. Shu tavsiyamiz, mana shu yerda bo'shatib qo'yamiz. Gaz baland bo'lib ketsa, nihoyatda jicha bo'shatib qo'yamiz mana. Mana qatirgan holatda. Shu holatda duv konturimizga gaz me'yorda keladi. Yana bitta tavsiyamiz bor edi qisqacha. Bizda kechki holatlarda, undan keyingi holatlarda hozir to'kimiz 250-260 ga ko'tarilib ketib, bugun nagruzka kelyapti o'da. Ya'ni bunga nagruzka kelyapti. Shu holatda biz nima qildik? Buni oldingimiz elektriskiy edi. Hozir mexanizatsiya, ya'ni mexanika olib keldik. Stabilizator. Shuni o'rnatdik. Bu 3% plus minus aytar ekan. Ya'ni 2%, 3% aqam uraverar ekan. Shuni o'rnatishni tavsiya qilamiz. Shu bunga 229 zarur. Miyasi 200 dan past bo'lsa ham qiyin holat, 200 dan baland, 220 dan baland bo'lsa ham bunga kuch keladi, ya'ni buni sezish urganlari shu 220 ga moslashgan. Kuyib qoladi, qo'pollashtiradi, ya'ni yaxshi ishlamaydi. Shu holatda to'kimiz me'yorda bo'lishi shart. Shuning uchun mana shu stabilizatorda mexaniskini tavsiya qilamiz. Elektriskini tavsiya qilmaymiz. Bu hozirgi kunda 2025 holatga ko'ra bu menimcha 600 mingdan baland, 700 minggacha bo'lishi kerak. Men buni 700 ming ham oldim. Oldingisi 250 mingga ustalar qo'yadi. Bu elektriskiy edi. Bu hattoki mana bu yerda to'kimizni bu yerda qancha ko'rsatsa, shuncha ko'rsatyapti. Ya'ni to'kni pasaytirmayapti uni. Bu yaxshi, mana to'kimizni pasaytiryapti. Ishlab turibdi. Shuni tavsiya qilamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, laklab bosib ko'ramiz.